Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Siz ko'rayotgan bu liboslar aynan mana shu Gavhar opam Ostonaqulova taalluqli, tegishli o'z qo'llari bilan mana shunaqangi chiroyli dizaynlar yaratgan. Bu ayollar uchun, nuroniy onaxonlar uchun, mana bu yosh yigitlarimiz uchun mana bosh kiyimlari, mana kuyovlikda ham o'sha narsalarni biz reklama qilsak bo'ladi albatta. Mana onaxonimiz ustidagi kiyimlar. Qolaversa mana bu tomonda sekin o'tamiz bosh kiyimlar. O'g'il bolalar uchun bular. Qizlar ham o'g'il bolalar. Bularni hammasini o'zingiz yaratgansiz? O'zim yaratganman. Dedi liboslarimiz. Mana eng qadimgi ketgan bosh kiyimlar. Nima deb ataladi bu? Qosaba deylar. Bunisi qosaba. Qosaba. Quloq qoshlar bor-ku, o'sha oltindan yaratilgan. Uzoq tarix o'tmish, shundaymi? Mana o'zimizni kirbishimmi? Bu yo'q, bu adres. Adres. Bu adres. Paranji tikkan buncha. Milliy paranji. Ha, demak adresdan tikilgan yangi fasondagi paranji, shundaymi? Qo'lim bilan tikkanman buni. Paranjini. Paranjida mana qo'llari bo'sh. Bu endi bizni islomiy liboslardan hisoblanadi. Yana bir milliy liboslarimiz. Bu nima deb ataladi? Jelakbosh. Bu menimcha jelakbosh. Paranjidan farqli. Sal kaltaroq bo'ladi, shuning uchun jelakbosh hisoblanadi. Ha? Paranjini qisqartirilgani. Bu yerda jelakboshda qush oyog'i bor, qush oyoq. Bu qush oyog'i qizlarni boshqa uydan boshqa uyga ko'chib o'tishi, borib o'sha joyda qotishi. Demak har bittasinin o'zining ma'nosi bor. O'zining ma'nosi bor. Yaxshi bezaklar, tugmalar, bolalari ko'p bo'lsin degan maqsadda ichidagi kiyim nima u ichidagi? Bu jelak mana yoqasida jiyagi bor. Har bitta jelakda jiyak bo'ladi. Lozimlarda ham jiyak bo'ladi. Chunki o'lim haq. O'lim haq bo'lganda to'satdan kelgan o'limda mana jiyaklar sug'uriladi, jag bog'lanadi. O'zining har bittasinin ma'nosi bor. O'zi chuqur ma'nosi bor. Avlodlarimiz bekordan jiyak taqmaydi. Mana bu belbog'. Bu belbog'da o'zini to'qish uslubi bor. Mana bu oq bilan tikilgan gungra deydi. Bu hech joyda yo'q. Bizning Jizzaximizda gungra to'qiladi. Mana tikiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz yana ham qiziqlarni siz uchun yo'llaymiz.